7-chi masalada 30 litr azot bilan kislorodning iborat aralashmada azotning hajmi 40% bo'lsa, xuddi shunday aralashmada x litr olinib, ustiga shuncha litr kislorod qo'shilgandan so'ng aralashmadagi azotning hajmi 16% bo'ldi degan. X aniqlang degan. 40% hajmi bo'lishi azot bo'ladigan bo'lsa, qolgan 60% kislorod. Bu 30 litrda 40% topsangiz 12 litr azot, 18 litr kislorod chiqadi. Shu aralashmadan 40 litr olindi degan. Demak, 40 litr aralashmadan olsak, 40% azotida 4x azot ketadi, 16x kislorod ketadi. Jami mana aralashmadan x ketadi. Qolgan azotimiz demak 12 minus 0.2, kislorodimiz 18 minus 0.6x bo'ladi. Aralashmadan qancha olinsa, demak aralashmadan x olindi. Xuddi shuncha kislorod qo'shildi, demak x qo'shiladi kislorod. Keyin oxirgi aralashmada demak azotimiz 12 minus 0.2, kislorodimiz x dan mana minus 0.6 ayrsang 18 minus 0.2. Demak baribir yig'indi 30 litr bo'ladi. 30 litr 100%, 16% azot degan, demak 12 minus 0.2'imiz 16% tashlatilgan. Degan mana yechamiz, x teng 18 chiqadi. Demak, x ni so'raganimiz 18.